Nimaga unaqa deydigan bo'lsanglar, chunki Honda Cryder mashinalari ham O'zbekistonda kundan kunga ko'payib boryapti. Bu mashinalar sep bo'ladimi yoki zubchati remen bo'ladimi? Agar siz Honda Cryder mashinasini olmoqchi bo'ladigan bo'lsangiz, bu video aynan siz uchun. Nimaga deysizmi? Chunki men sizga eng qimmatli bo'lgan, eng katta xarajat qilinishi mumkin bo'lgan motor haqida ma'lumot berib o'taman. Honda Cryder mashinasi yaxshi mashinami yoki buni o'rniga o'zimizni jem mashinalaridan qo'ymasin degan maqsadda jem mashinalarini haydagan yaxshimi? Honda Cryder mashinasi zamonaviy texnologiyalarga asoslangan yaxshi mashina hisoblanadi. Motor tomoniga keladigan bo'lsak, sep bo'lmaydi, zubchati remen bo'ladi. Zubchati remenlarini har 70 ming 100 ming kilometr oralig'ida almashtirib yurishlik kerak. Zubchati remenni agar bordiyu sifatli moy quyadigan bo'lsangiz, uzoqroq muddat xizmat qilishligi mumkin. Agar bordiyu moyi sifatsizdan quyadigan bo'lsangiz, ko'p yurmasdan muammoga uchrashingiz mumkin. Ya'ni qanaqa muammoga uchraladi deydigan bo'lsanglar, xuddi shu Honda Cryder mashinamizda motordan taqillagan ovoz chiqib qolgan. Mashinamizdagilari motorim ketdi, uje 1,5 ming dollarga motor remont qilaman deb o'ylab turgan vaqtlarida biz bu mashinamizni motor remont qilmasdan arzimagan muammosini hal qilib ishlarini bajarib berdik. Qanaqa muammo deydigan bo'lsanglar, Honda Cryder mashinalarida eng ko'p kuzatilayotgan muammolardan bittasi zubchati remenni ustidagi qirindilari moyga aralashib, maslinli nasosga tiqilib qolyapti. Mana ko'rishinglar mumkin, sizlarga ko'rsataman, mana ko'ryapsizlarmi? Shu joyda mana filtr bo'ladi. Filtr mana qangi zubchati remenni qirindilari bilan to'lib qoladi va natijada moy o'tmasdan, kerakli joylariga moy yetib bormasdan noxush ovozlar chiqib qoladi. Bu esa mana maslinli nasosi. Kichkina mana klapinchasi bo'ladi. Shu joyda mana filtr bo'ladi. Filtr to'lib qolgan. Shuning uchun moy yetkazib bera olmasdan har xil ovozlar chiqishligiga sabab bo'lgan. Motorlarini to'laligicha tushirib olganmiz. Maqsad nima? Mas nasoslarini, filtrlarini tozalab, ichki qismlarini salarkada yuvib tozalab, qaytadan yangi zubchati remenlarni taqib yig'ib berishlik. Ya'ni mana ko'rishinglar mumkin, zubchati remenni original tozasidan olib kelib olganmiz. Ikkita bo'ladi. Bittasi maslinli nasosniki. Kolinoval aylangan paytda maslinli nasosni harakatlantirib, motor yuqori qismiga moy chiqarib berishligini ta'minlaydigan maslinli nasosni remeni hisoblanadi. Bu esa zubchati remen. So'zlarim balki sizlarga irish tuyulishligi mumkindir. Sababi biz Namangan shahrida yashaganligimiz uchun she'rida emas, iloji boricha adabiy tilda tushuntirib berishga harakat qilaman. Chunki bizni nafaqat O'zbekiston, boshqa davlatlardan ham kuzatishadi. Men gapirayotgan so'zda irish tuyulib qolmasligi kerak. Ayrim narsalarning nomini boshqacha nomlanadi. Hamma viloyat har xil nomlashligi mumkin. Shuning uchun iloji boricha kitobiy tilda aytishlikka harakat qilaman. Negativ bo'lmasdan kommentariyada ijobiy fikringizni yozib qoldiradigan bo'lsanglar, yana ham motivatsiya oshib, sizlarga foydali videolarni chiqarib berishlikka harakat qilaman. Videoni shu joyigacha ko'rib, like bosmayotgan bo'lsangiz, menimcha noto'g'ri bu. Like bosib qo'ying, shunaqangi foydali ma'lumotlarni berib boraman. Obuna bo'lib qo'yadigan bo'lsangiz, albatta manfaatli bo'ladi. Zubchati remenlarini chaqirtirib olganmiz. Zubchati remen ham original, kichkina remenchasi ham original. Endi bu zubchati remen qancha xizmat qiladi? Agar sifatli moy quyiladigan bo'lsa, 100 ming kilometrgacha. Agar sifatsiz moy quyiladigan bo'lsa, ko'p yurmasdan muammo qilishligi mumkin. Sifatli moy deganda Enok moylarini tavsiya qilamiz. Juda ko'p Instagramda ham bu narsani ma'lumotini berib, tushuntirib o'taman. Issiqqa ham, sovuqqa ham chidamli, qish kunida quyilib ketmaydi, yozgi kunda suyulib ketmaydi, ishonchli, yaxshi xizmat qiladi. Moy sifatli bo'ladigan bo'lsa, zubchati remenning ustidagi qirindilari to'kilib ketmaydi va motoringizga hech qanaqa zarar yetkazib qo'ymaydi. Agar sifatsiz moy quyadigan bo'lsangiz, zubchati remenning qirindilari maslinli nasoslarga tiqilib, katta muammolarga sabab bo'lishligi mumkin. Moy vaqtida almashtirib yurasiz, benzinni sifatlisidan quyasiz, mashinangiz motori uzoq vaqt xizmat qiladi. Mashinamizning motorini insonning yuragiga o'xshatsa bo'ladi. Misol uchun, chunki har bitta mashinani detallarini insonning tanasidan qiyos qilib olishlik mumkin bo'ladi. Inshaalloh mashinamizni bitgan holatini ham videosini qo'yamiz. Motorni bu tomonlarini ham sizlarga ko'rsatib qo'yaman. Mana motor yon tomonlarini polni yechib olganmiz, sababi yuvib tozalashlik uchun. Past tomonda zo'lishkasi, bir tomonida kichkina mas nasos remeni, ikkinchi tomonda katta remen. TV tomonda esa vanuslar. Menimcha ma'lumotlar hammasi tushunarli bo'ldi degan umiddaman. Agar bordi-yu video manfaatli bo'lgan bo'lsa, bitta like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'ysizlar. Bundan keyingi videoyimizda qanaqangi mashinani motorini obzor qilib chiqaylik. Kommentariyada yozib qoldirasizlar.